Hamsiya bu bachangizni bir haftadan men Toshkentdan qidiramiz. Topib bo'lmaydi bu bachani. Ha, topishim kerak-da. Ana bacham. Ibi, Yur qani, yuring. Yetkazamiz ha. Yo, ha, o'sha narsalar hammasini. Ha, nima qilyapsiz? Tushunmadim. Nima o'rgatibsizlar maki meni? Ha, dada? Nima o'rgatibsizlar? sen jil yetmagan seni bachasi, seni bir haftadan men o't suvsiz qidirib yuribmiz Toshkentda. Ha, nima qilyapsan bu yerda? Aman bu yerdan mebel magazini ochdim. Qayerda? Yuringlar ko'rsataman. Keling. Yur qani? Yur qani. Dada, men Toshkentda Verona Lux degan mebel magazini ochganman. Rostdan. Ha. Oyog'ini sindirmangani bachamki. Dada, bu magazinimizda xohlasangiz stol deysizmi, mehmonxona, oshxona, ugaloglar deysizmi, spalni deysizmi? Xullas, barcha turdagi mebellar hammasi bor. Sifatlari ham zo'r, ha. Nima o'rgatibsiz menga? Kechirasan, sen o'g'ling zotma. O'ting bu yoqqa raso qilyapsan joy, amaki. Shoh huzuriga karizaklarni chaqiring. Amaki, nima qilyapsiz? Shoh o'ynayapman. Yo'qdim, qaysi magazinlar? Lekin magazining cho'tka ekan. Hamma narsa sifatli. Zo'r ekan gap yo'q. Qarang, undan tashqari biz muddatli to'lov ham beramiz mebellar. Rostdan. Avo. Bu yil to'lashi. Ha. Men qarang, siz dadam bilan ko'ravering, men ozgina ishim bor-da. Hay tamom jiyan. O'g'lim shu joy ochib yomon zo'r ish qilibdi hamsi. Ha, zo'r bo'ldi. Kayf, maza. Tushunmadim, kimsan senlar? Nima yotsanlar? Joy mana o'g'limning joyi. Nima deganing? Tere joyingdan, Hamsiyani o'g'lini. Mani joyim bu joy. Mani joyim, mani joyim bak. O'g'lingiz aldatdimi yonib zari? Bilmayman. Yuring qani topaylik qani. Manzili chegara Toshkent shahar Abu Sahiy masjidi shunaqa ro'parasida Verona Lux barchalarni kutib qolamiz. Murojaat shu pastdagi nomerlarga qo'yiverasiz. Ana ki, ber aka. Bizni bilib qoldi.